Assalomu alaykum Ali Lazer kuzatuvchilari. Bugun biz Muhiddin akamni lazer stanoklarini oldiga kelganmiz. Ko'rib turganingizdek, hozir ish ketyapti, ish jarayonida. Bu yerda qanaqa ish olib borilyapti, qanaqangi nержавейка kesilyapti, to'liqroq Muhiddin akadan bilib olamiz. Videoni oxirigacha ko'rib, like bosib, esingizdan chiqmasin. Assalomu alaykum Muhiddin aka. Yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Bu hozirgi qilayotgan ishingiz qanaqa ish? Nima kesilyapti? Nima uchun? Kimning zakazi? Xo'p, bu o'zimizni vodiydan, Farg'onadan kelishdi. Akalarimiz atay qidirib, oldin Toshkentda kestirishardi ekan, bu 20 lik nержавейкani. Hozir o'zimiz chiroyli qilib kesib beryapmiz. Stanoylar yasashar ekan. Katta drabil. 20 mmli nержавейка. Ha, 20 mm nержавейка. Qiynalmayaptimi lan? Yo'q, xudo xolasa, nержавейкani kesyapti, muammosi yo'q. 20 mm. Bitta ko'rsating shlaklarini ham ko'rishingiz mumkin. E'tibor bering, juda ham aniqlikda, hech qanaqangi shlaklarsiz tekis qilib, eng kichkina aylanamiz necha dedingiz? Eng kichkina teshigimiz 7 mm. 7 mmli teshikni ham hech qanaqangi shlaklarsiz ko'rib turganingizdek tekis qilib o'zlarini xohlaganda o'zlariga kerakli bo'lgan standartda kesib beryapti. Bitta narsa borda, eng glavniy narsa bularda stanoga yashayotganda glavniysi razmerlar o'ta muhim rol o'ynaydi-da. O'shuning uchun razmerlarni ham o'ta to'shni kesilgan, xudo xolasa. Hoy. O'zlarini aytgan razmerlarida bular hech qanaqangi e'tibor berishingiz mumkin cheklariga. Mana o'zlari aytishgan 160 bo'lishi kerak degan. Mana razmerchi esa 160 mm. Razmerlar ham o'ta to'shni. Endi hozir bu nержавейкani 21 mm, 20 mmli, 20 li list kesyapman dedingiz. Oddiy temirlarni 40 mm gacha kesamiz dedingiz. Uni alohida video qilib Instagramga joyladik. Bemalol Instagram profiliga o'tib ko'rishinglar mumkin. 40 mmli listda qanaqangi aniqlikda kesayotganligini. Nержавейкani menimcha hozir bu vodiyda men eshitmaganman. 20 li nержавейка kesadigan. Bu necha kilovatlik? 12 kilovat. Usulini qilingan 12 kilovat. Necha dalinada kesyapsiz hozir? Hozir 20 lik nержавейкani bitta yana zo'r tomoni bor, kompressorda kesyapman. Kompressorda o'zida. Kompressorda o'rda kislorod ishlatganim yo'q. Davleniyani 15 bar beramiz, bunga kuchliroq beramiz. Tezligi 1 metr 1 minut shunaqa kesyapti. Bitta ishlatib ko'rsatib bering aka. E'tibor berishingiz mumkin, ehtiyot bo'lib turasiz. Ehtiyot bo'ling, ehtiyot. Demak, shunaqangi xizmatlar bo'lsa ham bemalol aloqaga chiqishlari mumkin, aka. Shunaqa. Bu hozir biz Andijon viloyati, Andijon shahridamiz. Ko'pchilik bilgan Chermet ko'chasida. Telefon nomerimiz necha edi? 94 080 20 94 080 20 20 ga telefon qilib, buyurtmalar bo'ladigan bo'lsa, kelib kestirib ketishinglar mumkin bo'ladi. Endi bu stanok haqida ham eshitmaganlarga qisqacha umumiy maydoni, bu stanogimiz standart qilib yig'dirib kelganmiz. Spesialni katta listlarda, qalin listlarda kesish uchun yana 220 gacha, 210 gacha oladi. Uzunligi 610 gacha. 610. Shunaqa. Qalin listlarda razmer har xil bo'ladi-da. Masalan, yuqori listlarda standart 1.5 bo'ladi-da. 1.25 yoki 1.5 bo'ladi. Qalin 20 listlarda yana 2 metrliklar ham bor-da. O'shuning uchun spesialni 2 metrligini olib kelganmiz. Bemalol muammo emas, olib kelasizlar, chiroq qilib kesib, xohlagan detallarda razmerida to'shni qilib kesib beramiz. Istochnigimiz Right. istochnik. Bo'sh golovkalar qo'yilgan. Bunga SIPCAT programmasining oxirgi modeli qo'yilgan. Yana eslatib o'taman, Muhiddin akamiz shu lazer sohasida faqat lazer kesish emas, lazer ustanovkasi, lazer servis xizmati, zapchastlarni yetkazib berish, bundan tashqari yana nima ishlar? O'zimiz olib kelib o'rnatib beramiz deyapti. Bemalol shu 94 080 20 20 telefon qilsangiz, sizga ham shunaqangi lazer stanoklar kerak bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston bo'yicha, O'zbekiston bo'yicha kerak bo'lsa, O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikistonlarga ham o'rnatib berib, sizda agar o'zingizda lazer stanok bo'ladigan bo'lsa, servis xizmatlarini ham ko'rsatishi mumkin. Bundan tashqari hamma zapchasi bor, aka. Ha, hamma zapchasi, har qanday golobkaga, har qanday bor. Linzalardan muammo yo'q. Linzalardan muammo yo'q. Biz pryamoy zavoddan olamiz, chunki
zavoddan kamchilik olib keladi. Biz prямо borib zakaz qilganmiz, shartnoma tuzganmiz. Zapchastlar bo'yicha muammo bo'lmaydi. Xod bo'lsa golobka bo'lsin, raytolsk golobka bo'lsin. Narxlarchi, narxlarga javob qilmaydi. Yo'q, narxlar eng arzon, sifati zo'r. Sifati birinchi o'rinda turadi bizga. Ishda masalan detal kesishda ham, xod lader kesishda ham, lader remont qilishda ham, zapchast yetkazib berishda ham birinchi o'rinda sifatni birinchi o'ringa qo'yamiz aka. E'tiboringlar uchun rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yinglar. Endi jarayonni kuzatishingiz mumkin. Qanaqangi jarayon bu yerda ketyapti.